Assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar, tuzukmisizlar? Mana qish keldi. Qishda yana har xil shamollash, kasallik, shunaqangi betobliklar ko'payadi. Ya'ni sovuqni hisobiga nima qilishni o'zimizcha bir tuzalishga harakat qilamiz-ku. Lekin ba'zan o'z bilarmonlik bilan har xil dori-darmonlarni qilib tuzalish o'rniga aksiya bo'lib qoladi. Mana shu narsalar bo'lmasin deb uyimizga yaqin joydagi ko'pchilikka tanish bo'lgan Yoqubjon akamlarning oldilariga kirib olaman ko'pincha. Ba'zan efirsiz, ba'zan efir qilmasdan, videoga olmasdan o'zim suhbatlashib, kasal yo'q, kasal bemorlar kelmagan bo'lsa, o'zlari o'tirgan bo'lsalar, bir piyola choy ustida har xil mana damlamalaridan, giyohlaridan olib savollarni beraman. Mana u nimaga edi, mana u nimaga edi. O'zlari ham mendan bezor bo'lib ketgan bo'lsa kerak, aka. Yo'q, hech bezormabsiz. Sizdan xursandmiz. Suhbatdosh yaxshilar. Endi had deb o'zim suhbatlashaversam, sizlarga yana ham bir manfaatli suhbatlardan qo'yib bermasam, ancha bir haligi ziqna bo'lib qolgan bo'lmayin deb akamlarga aytdim, keling bugun efir qilaylik dedim. Efirimiz nima qilaman, nimani gapirib beray? Hammasiga vaqtimiz yetmaydi yo'q dedilar. Keyin o'zim tanladim. Qarang. O'zim tanladim. Orada savollaringiz bo'lsa yozib ham qo'yishinglar mumkin. Facebookdagilar azizlar. Mana bu propolis ekan. Tiniq ko'rinmayapti. Fokus, mana endi ana. Tiniq ko'rin. Ish qilib tanlagan narsam bu yerda propolis tanladim, achchiq torvuzi suvini tanladim va o'zlari tayyorlayotgan mana oromi jigar degan nimani tanladim. Bu oromi jigar degan ichadigan bu. Ichadigan asalda tayyorlangan propolisli dori. Malhamlarni tanladim va mana bu virusli gepatit, jigar sirrozga tayyorlangan damlamalarni tanladim. Demak, bu yerda malhamlardan, propolisdan tayyorlangan malham, keyin achchiq torvuzdan tayyorlangan ichish uchun malham, ya'ni bu ham bir ichadigan dori va mana gepatit, jigar sirrozlarga iste'mol qilinadigan dorini tanladik va mana bu damlamalarni tanladik. Endi men so'rayman, so'rashimda agar xatolik bo'lsa, sizlar ham so'rayveringlar savol orqali. Asosiysi Yoqubjon aka, mana bu juda bir ajoyib gapirib berdingiz menga propolis to'g'risida. Propolis mana asalarini mumi deydi o'zbekchasiga. Nima shunday deydimi? Bu asallarning umumi Xo'p, bodom yog'ida 10% tayyorlangan. Asallarning umumiy foydasi shundoqki, bu oshqozon ichak og'riqlari, prostata bez adenoma kasallari, ichki shamollashlar va hattoki bolalarda kimda bo'lsa ham quloq oqib og'rish, otit kasallari dedi. O'rta quloq shamollashlariga qarshi mana shundan paxtaga shimdirib, tampon qilsa, quloqda bir hafta 10 kun qilsa har qanday shamollash oladi. Bu propolis mahsulotidan tayyorlangan oson. Har qanday odam o'zi ham tayyorlasa mumkin, uyda ham tayyorlash mumkin. Nima tarkibiga nima qo'shgansiz? Endi bodom yog'idan 100 gram olinadi. Bundan 10 gram olib 10 gramlik 10% hisoblanadi shunda. Shuni pasolobda banni приготовление deydi, suv hammomda qaynatiladi. Suvga tushirib qo'yib, suvi ichidagi idishda qaynatilsa, harga ziyon bo'lmaydigan propolis o'z quvvatini yo'qotmasdan tarkibi o'sha turadi, 2 yilgacha aylanmaydi. Qarang. Quloq oqishlar, o'rta quloq shamollashlari, hozirgi holatlarda ba'zi bolalar keladi, quloq oqib ketgan, nihoyatda og'ir o'sha gribok kasallar deydi, shularga ham natijasi yaxshi chiqadi buni. Demak, amalda sinab ko'rilgani uchun buni tavsiya qilasiz. Anchadan bir mavzu mana shu dadamiz rahmatli o'rgatganlar buni. Shundoq qilganda, surkaganda ham yaxshi natija beradi bu. Yaralarni ham yo'qotishi mumkin. Yaralarni yo'qotishi mumkin. Demak,
asalari mo'midagi foydalarni bir qismini aytib berdingiz. Qolganini adabiyotlardan, tabobat adabiyotlaridan topib Bu bor. Bu mana ko'p joylarda kitoblarda ham bor. Bu hech qanaqa bir sir emas. Har qanaqa odam o'zi ham uyda ham tayyorlasa bo'ladi. Faqat kuydirib o'rmaslik kerak. Juda yaxshi. Xo'p, endi mana buni qarang. Achchiq tarvuz so'ki. Bir osh qoshiq achchiq tarvuz so'kiga, sharbatiga yarim osh qoshiq toza asal qo'shib ertalab va kechqurun ovqatdan oldin ichiladi. Xo'p, bu asosan nimaga dori? Bu achchiq tarvuz so'ki shundoqki, achchiq tarvuz pishgan paytda buni akkuratlik olinadi. Ichkaridagi dillalarni olib, hech qanaqa kimyoviy narsa qo'shilmaydi bunga. Ozgina tindirilgan suv qo'shish mumkin. Suv bilan birga qaynatilgan holatda bu oshqozon ichak, interkalit kasallari, kalit, jigar xastalarining barcha turiga foyda beradi. Buni vazifasi inson organizmidagi viruslarni o'ldirib, ichki yaxshi yurgizadi. Ba'zi bir holatlarda sahr kasaliga ham bersa bo'ladi. Buyrak, sahr kasalligi natija chiqadi. Bu achchiq tarvuz alohida bir poliz o'simligimi yoki o'zimiz tarvuzlarning ichidagi achchiq tarvuzmi? Qanaqa? Yo'q. Bu achchiq tarvuz Abu Jahl tarvuzi deyiladi. Bu o'sha eski zamonda ham Abu Jahl degan tarvuzi Abu Jahl degan bir inson, bir avliyo yaratgan buni. O'shandan kelgan bu kitoblarda yozilishi. Endi buni o'sha alohida urug' mish gaplar, avliyo yaratdi, boshqa deyishlik. Alohida urug' bu. Xudo yaratgan bir Abu Jahl bu. Tarvuzni alohida sorti. Alohida sorti shu achchiq tarvuz deyiladi bizda tabobatda. Lekin doriligi yaxshi. Buni ekkanda ham agar bir dona tarvuz so'gan palakda bo'lsa, bir dona ishlatib bo'lmaydi. U o'ta zaharli hisoblanadi u. Undan ehtiyot bo'lish kerak. Buni 5 ta 6 ta so'gan bo'lsa, yo 4 ta so'gan bo'lsa bo'ladi. Bir dona tarvuzni ishlatib bo'lmaydi degan. O'ta achchiq bo'ladi deysiz. O'ta achchiq nimaki bitta tarvuz ko'p zahar yig'iladi o'zgada, o'ta kuchli bo'lib ketadi. Shuning uchun biz buni o'sha 4 ta yo 5 ta so'gan bo'lsa, quvvat kamroq holatda bo'ladi, ziyon kam bo'ladi. Xo'p, buni masalan bemor odam, masalan jigar xastaligiga nima bir dori deyapsiz, qancha muddatgacha ichadi buni? Buni 20 kun, 1 oygacha ichish mumkin. Ta'siri qanchada bilinadi? Ta'siri ham endi kasaliga qarab, holatga qarab, jigar siroz kasallari bor, kalit kasallari bor, yo sahr kasallari bor odamlarga 20 kun, 15 kun ichish kerak, eng kamida. Kurs 1 oygacha ham borishi mumkin. Kalit nima degani? Kalit ichaklarda yallig'lanish kasallari. Shularga dori deng. Shularga ichadagi mikroblarni, virus, zamburug'larga qarshi ishlaydi bu. Ichki zamburug'lar. Ichakni holatni yengillatib, ichki yaxshi yurgizish xususiyatiga ega narsa bu. Maşallah. Keyin yana bir yaxshi tomoni bolalarda jiqit bo'lsa, har qanaqa odamda ham hattoki gijjaga ham ichish mumkin. Qutlarni tushiradi, ichki shamollashlarni oladi. Bir ta'siri yaxshi. Bu narsani iloji bor odam urug'ini ekib ko'paytirib, buni urug'i ham dori. Urug'idan ham ko'p dori tayyorlaymiz biz. O'zing texnologiyasi bor. Urug'ga qo'shib tayyorlaydigan damlamalar tayyorlaymiz shundan ham. Juda yaxshi. Parashok tayyorlaymiz. Hattoki bolalarni nimasiga, gijja qurtiga juda ham bir manfaati ko'p deng buni. Natijasi yaxshi. Hattoki yaralarga to'lqon qutib sepsa ham foyda qiladi bu urug'i. Shunaqa bir xususiyati bor. Maşallah. Alloh taoloni shu tabiatda yaratib qo'ygan dorivor o'simlik giyohlari, mevalari bor. Xo'p, endi mana bu o'zingizlar tayyorlagan oromi jigar deb nomlabsizlar. Bu to'g'risida bir ma'lumot bersangiz. Bu oromi jigar shundoq doriki, gepatit kasallari barcha turiga, jigar siroz kasallariga va asalli mo'midan proporsiya qilib tayyorlangan, asal bilan proporsiya qilingan dori hisoblanadi. Tarkibida nima-nimalar bor? Tarkibida asal, asallarini proporsi bor, vosk degan narsasi bor. Mana shu yerda ko'rsatish mumkin. Mana vosk hozir olib qo'yildi. Bu vosk degani bu oq mum hisoblanadi bu. Asallarni mummi? Mana asallarni vosk hisoblanadi. Shirin bo'ladimi? Yo'q, bu shirin bo'lmaydi. Achchiq emas bu. Ta'mi yo'qroq narsa shundoq. Buni mana shu narsani yaralarga surkasa ham dori tayyorlasa bo'ladi mana shundan.
Juda ham yaxshi beozor dori Demak, hisoblanadi. mana bu tarkibida shundan bor. Bor, tarkibida bor mana, o'zi ham ko'rinib turibdi mana. Shuni ichishga beriladi buni. Jigar siroz kasallari, sariq kasallar, jigar ishib ketgan holatlarda buni natijasi yaxshi chiqadi, lekin buni ham ortiqcha ichib bo'lmaydi. Bir kunda 2 mar, 3 mar. Me'yori bor. Tarkibda yozib qo'yilgan. Foydasini ko'rdik. Ko'p odamlar shundan istab kelib olib ketyapti natijada. Endi avvalo hammasiga ham shifoni Alloh berar ekan, biz qo'limizdan kelgancha mana shu tayyorlab chiqdik. Alloh ajringizni bersin. Nosirjon aka so'rayaptilar. Va alaykum assalom. Nosirjon aka. Manzil Namangan shahrida Pedinstro parasida 31-maktabni sport zalini pasti desa ham bo'ladi. Yanqo'rg'on pitani yoni desa ham bo'ladi. Namangan shahrida Chorsuda. Xo'p. Domla, bu narsani masalan ko'pchilik nima qilyapti, olyapti deyapsiz, ishlatyapti deyapsiz. Buni kursi kasalli holatiga qarabmi yoki bir ma'lum muddati bormi? Endi buni ham 20 kun bir oygacha ichish mumkin, holatga qarab. O'zi bu deganingiz 20 kun bir oyda natija bilinadi. O'zi bilinadi. Nimaki buni vazifasi aslida propolis bo'lgandan keyin bular viruslarga qarshi hisoblanadi. Jigar gepatoz kasallari, jigar ishishlari, jigar siroz 1-2 darajalarda yaxshi natija beradi. Endi 4-5-ga o'tgan bo'lsa, endi ag'ni holatiga qarab ish qilish kerak. Demakki bu tabiiy narsa bu. Endi savol berish boshlandi mana. Insultga ichadigan damlama bormi? Ya'ni insult bemorlari nima damlama ichsa sal manfaatli bo'ladi? Endi mana savolga men qisqa javob beraman. Insult kasaliga mana ruyan deydi. Mana shu ruyanning ham bir foydasi bor. Nihoyatda katta. Bundan tayyorlash o'rgatib qo'yish kerak bo'lsa, men o'zi aytaman shuni. Ba'zi bir odamlar kela olmasa uyda shuni topib. Royan o'simlik ekan shekilli. Royan rus tilida Marina Krasilnaya deydi. Buni 250 grammdan olinadi. 250 gramm olib turib, 2 litr suvda yarim qo'yguncha qaynatiladi. Har safar ichishda bir qoshiqdan toza asal qo'shib, bir kunda 3 mahal yarim piyoladan ichsa, insult kasaliga foyda beradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, insult bo'lgan odamni ilgari davlat bilan yurgan, qon tomirlar ularda parajena bo'lib, miya bilan bog'liq bo'ladi bu. Tomir yorilgandan keyin uni biz nihoyatda e'tibor tashlashimiz kerak. Qon tomirni o'sha bitiradigan holatda ko'proq sedanani yog'idan foydalanish kerak. Sedanani yog'idan. Sedanani yog'iga o'zimiz sirkasini qo'shib turib, insult bo'lgan tomonga, nimaki insult bo'lgan odamni bir tomoni yaxshi ishlamaydi. Bir tomonlama bu miya bilan bog'liq. Bitta puls 120-60 bo'lsa, bittasi 100-70 bo'lib qoladi. Endi misol aytyapman. O'shani tartibga solish uchun surkab qizdirish kerak. Sirka bilan sedanani yog'ini qo'shish kerak. Qo'shib turib badanga surkaganda qiziydi. Uni ishqab sekin massaj qilish kerak. Keyin mana undan qaynatib ichish kerak. Ijobiy ta'sir qiladi, xudo xohlasa. Endi men o'zim mana hozir yaqinda bir katta odam keldi. 5 oydan beri shu holatda mana yurib qoldi. Alloh xudo shifo berdi u odamga. Har kelganlarda 10 pachka, 5 pachka olib ketadilar. Natijasini ko'rdik. Choy o'rniga ichaverar ekanda. 3 mahal, 4 mahal yarim piyoladan o'zini asal qo'shib ichsa yaxshi bo'ladi. Lekin buni qaynatishda ish bor. Qora mayiz qo'shib qaynatsa ham bo'ladi. Shunaqa bir tabobat sirlari bor, ozginagina. Holatda o'sha qora mayizni qaynatib birga 2 litrdan o'zini qora mayiz qo'shib 50 gram qora mayiz qo'shish mumkin. Demak, qora mayiz jigarga foyda beradi. Ruyan bilan ikkalasi bo'lganda o'tpak jigarni tozalab, qon aylanish sistemasini yaxshilaydi. Asal qo'shib ichsa natija yaxshi chiqadi bundan. Demak, odamda qon aylansa kasali tuzaladi, ko'p kasalliklar. Endi avvalo shifoni Alloh beradi. Men ko'p buni gapirib, qisqa gapiryapman beyda hozir men. Ruyan uchun nihoyat yaxshi narsa. Bu yurakka foyda beradi, o'tpakka foyda beradi, jigarga, sariq kasalga bu Marina Krasilnaya rus tilida mana kitoblarda, adabiyotlarda ham bor. Mana televizorlarda, mana YouTube'larda ham doim chiqib turadi. Istagan odam topadi. Marina nima dedingiz? Marina Krasilnaya deydi rus tilida. Qayerda o'sadi bu? Bular tog'li joylarda, ko'p baland past joylarda bir O'zbekistonda o'sadimi? Bor, juda ham O'zbekistonda ko'p joylarda. O'zbekcha nomini bilmaymiz. Ruyan. Royan. Lekin yana bitta nom bor, u hozir esimda yo'q hozir. Xo'p. Endi Abduvahhab aka so'rayaptilar. Assalomu alaykum, Hoji aka.
qon suyultirishga va ovqat hazmiga nima tavsiya beradilar? Oldindan rahmat, sog' bo'ling debdilar. Qon quyilib ketgan bo'lsa, odamda qon suyultirish uchun arslon quyruq degan giyoh bor. Shu yerda bizda bor. Oddiy arslon quyruq deylik, mana hozir qayerda qoldi? Limon bor. Mana. İmumiy ham qonni suyultiradi. Ne aytib kerak? Mana arslon quyruq. Rus tilida pustirnik deydi. Bular aptekalarda ham sotadi, buni aptekadan olishlari ham mumkin. Ikkinchisi, osh qoshiq damlamani 200 gram suvda qaynatib, choy singari damlab, 3 mahal 50 gramdan ichilar ekan-a? ichaveradi. Arslon quyruq deydim buni. Arslon quyruq bu nihoyatda qonni, miyani yaxshilaydi. İnson organizmi foydasi yaxshi narsa. Ikkinchisi, mana limon o'ti. Limon o'ti. Rus tilida Melissa lekarstvenniy. Bu ham nihoyatda yaxshi natija beradi. Mana oddiy misol do'lana guli. Oddiy o'zimiz. Oddiy o'zimiz do'lanani gullagan paytda olib qo'yib quritib, buni yaxshi salqinda quritish kerak. Shundan damlab, uchchalasini agar aralashtirib, uchchalasidan komponent tayyorlasa bo'ladi. Mana shu uchchalasini tayyorlab ham damlab ichish mumkin. Choy o'rniga 50 gram ichib olsa ham ziyon qilmaydi bu. Demak, sizda bu giyohlardan bor. Bizda hozircha bor. Endi savol berishi mumkin. Bu do'lana guli yo do'lana gulidan emas, mevasini ichsa ham bo'laveradi. Mevasidan. Qizil mevasi bor, kravakarishniy deydi. Bu kravakarishniy mana Perevalda sotadigan do'lanalarmi, sariq do'lanalar? Yo'q. Bu kravakarishniy do'lana kattaroq qip-qizil bo'ladi. Bu ayda olma do'lana u boshqa u. U yeydigan do'lana u. Perevaldagi do'lana yo'q, uni farqi bor. Boshqa, bu siz aytayotgan do'lana boshqa. Biz aytayotgan do'lana mana rasmini ko'rsatish ham mumkin kitoblarda. Qayerda o'sadi? Bu o'zimiz jo'li joyda o'saydi. Mash eksangiz holda uni ko'chat o'sadi. Tog'li joylarda bor. Kravakarishniy deydi buni. Do'lana bu 2-3 xil tog'dagi satgan do'lana, u yeydigan do'lana. Juda xuddi olmachaga o'xshagan. Biz aytgan do'lana bu dorivor do'lana. Endi buni do'lanani o'sha qaynatib ichganda ham, kompot qilib ichsa ham yurak kasallarga, qon bosimlariga nihoyatda yaxshi natijasi. Buni ichsa, ko'p ichsa ham foydasi yaxshi. Qonni ko'paytiradi, jigar yaxshilaydi. Juda yaxshi. Endi biz sizni ko'proq ana g'oz yog'ingizga nimamiz ketgan, ixlosimiz ketgan. Chunki azizlar, mana shu g'oz yog'laridan nabiramni yuzi kofeda, qaynoq kofe to'kilib ketib, kuyganda bir haftada mana shuni ichidagi komponentlar zo'r ekanki, g'oz yog'ini bir haftada izini qoldirmaydi kuyganni. Faqat o'sha kuyish bilan issig'ida surtilsa, bu haligi uyimizda birinchi yordam aptekalarida turish kerak ekan. Barmog'ingiz kuyib qoladimi bir qaynoq suvda yo boshqa bo'ladimi yengil kuyishlarga shunday sursangiz ham og'riq qolar ekan. Ham nima bo'ladi? Bu haligi terini bitishini tezlatar ekan. Hattoki o'zimizda sinab ko'rdik. Yaralani bitishiga ham mana shundan surtilsa juda bir ajoyib. Keyin tashqi gemoroyga ham, tashqi ichki gemoroyga ham foydasi katta. Endi talab gapirsizlar, men dorini ishlayman, men gapiraversam siz nima qilyapsiz? Bu g'oz yog'ida tayyorlangan dori, tarkibli dori. Tarkibida bu besmertlik giyoh bor. Buni o'sha tayyorlash ish bor, ozgina mehnat bilan tayyorlanadi. Buni gemoroylarga, kuygan yaralarga, hatto quloq og'riqlariga, tuzalmaydigan gribok kasallarga surkasi juda ham natija chiqadi. Yuzdagi dog'larni ham bir turlarga foyda beradi. Hammasiga ham yuz dog'iga foyda beravermaydi. Buni balki yuzdagi narsalarga ham tegizmaydi. Buni ko'rib turib berish mumkin. Endi ikkinchisi mana so'gal. Ilgari ham bir nima qilganman buni. Bu so'gal doringizdan ham foydalanishdi. Ko'pchilik olib borib juda rahmat degani kelyapti. Hattoki mana panja uchlarida so'gallar chiqadi ba'zi odamlarda. Tuzalmaydigan joylarda bir xijolatli joylar chiqadi. Shuni sovunlab yuvib turib şeylarni surkasa, liboy so'gali tushiradi. Bu qancha muddatda tushiradi? Biz haligi muddatini so'rashga ish qilibozmiz-da. 5 kun, 10 kunda har qanday katta so'gali ham tushiradi. Buni olgan odamlar meni ko'rib turgan bo'lsa, Yoqubjon akani ko'rdim, to'g'ri gapiryapti deyishi mumkin. Bu hech qanaqa nimasi yo'q buni. Sekret joyi yo'q. Buni harakat qilib tayyorlasa bo'ladi odam. Mehnatdan bo'ladi narsa. Azizlar, eng asosiysi bu yerdagi dorivor giyoh, o'simlik va dorivor malhamlar
hammasi 100% tabiiy tayyorlangan va yillab yig'ilgan bilim, mashaqqat bilan mana shu tabobat sirlarini o'rganib tayyorlangani uchun Yoqubjon akamda hozir necha yil bo'ldi shu tabobat bilan shug'ullanishingizga? Biz endi oilaviy tabibmiz. Aka-ukalar hammamiz, avlodimiz tabib, dadamiz mana o'rgatganlar bizga ko'p narsani. Bu o'zim mana shu 40 yildan beri shu ish bilan shug'ullanaman, mana shu tabobat bilan. Lekin baribir hali biz ko'p narsani bilmaymiz. Ko'pchilik tabiblar haqida har xil gapiradi, lekin bu mashaqqat bilan avloddan avlodga o'tib kelayotgan tabobat, ya'ni giyohlar bilan, malhamlar bilan davolash. Agar men aytaman, shu akamlarda yoki ukalari Umarxon akada qanaqadir bir juda ham bir nima desa bo'ladi, qalbakilik yoki bir aldov yo boshqa bo'lganda shu Chorsu dahasidan boshqa yoqqa ketishmaydi. Boshqa odam qasr qurib beraman, mana shu yerda tabobat oching desa ham, yo bizga Chorsu yaxshi deyishadi. Odamlar bolasi bolaligida davo topgan odamlar nabirasiga shifo izlab keladi oldingizga, to'g'rimi? Ko'p voqea bo'ldi. Men kichkina edim, dadam yetalab kelgandi. Mana men ham katta bo'lib qoldim deb, ular ham bolasini ko'tarib yetalab kelganini ko'rdim. Shunaqa holat juda ko'p bo'ldi. Mashalloh. Chunki halol, oshing halol bo'lsa, ko'chada ich deydi-yu odam, bizning xalqimizda shunaqa maqol bor. Mana tabobatni halol yo'l bilan, bilim bilan, ilm bilan, shuncha mehnatlar bilan giyohlarni quritish, qaysi birini salqinda, qaysi birini issiqda quritish yo'llarini bilishadi. Nimani qanchalik qaynatib uni sharbatini olish kerak. Hammasini bilimlari borligi uchun ham va yana izlanishda davom etayotganlari uchun ham bemalol mana ochiq yo'lni bo'yiga mana Chorsuda bu yerda bitta va ayollar uchun ayollari alohida bir Chorsu mehmonxonasining ro'parasida bu yerdan bir 300 metr nariroqda joy ochishdi. Ya'ni odamlarga xizmat ko'rsatish shahobchasi, bir ofis desa ham bo'ladi, yoki bir nima desa bo'ladi. Bu nima deb atashga ham hayronsiz. Mo'jizalar bir xonasi, mo'jizaviy xona desak bo'ladi. Nima kasalga desangiz, hamma kasalga giyoh va maslahat hammasi bor. Eng asosiysi cho'ntak bob va bitta sizdan talab qilinadigan narsa, bular analgin demidrol emas, bir pasda og'riq qoldirib, bir pasda uxlatib qo'yadigan. Bular ana shu kelgan kasallikni asta-sekinlik bilan, ildizi bilan yo'q qiluvchi dorivor usullar. Va yana mana kitoblarni qo'yib qo'yganlar, bu kitoblar qo'yib qo'yilganda yangi turardi, o'qilgani uchun eski varaqlari hilvirab ketgan bo'lsa ham, lekin yana o'qishda maylimi olsam. Bemalol ko'raylik, bemalol. Mana endi hozir tibbiy nabaviyni ham o'rganishga boshlabdilar. Mana qarang, bu kitoblar o'qilganidan shunaqa foydalanganligidan. Demak, bilimga tayanib turib qilingan har qanday hunar, har qanday ishda barakot bor, bir fazilat bor, xudo xolasa. To'g'rimi? Albatta harakatga bog'liq. Bu ko'p kitob o'qisangiz, ko'p narsani shu kitobdan oladida. Buni kitob o'qimay turib o'rganish ham mumkin, lekin ustoz ko'rish kerak baribir. Ustozsiz narsa bo'lmas ekan. Mayli. Mana tuyani sutini to'g'risida mana yozilyapti bu yerda. Bunda juda kitoblarni o'rganish kerak hamda o'qib. Haligi o'qib o'rgangan odamdan nimani bildingiz desa, yangi kitob qo'liga berilsa, bir olim kishiga yangi kitob olib kelib berilar ekanda, o'zlari shogird o'qitadilar. Ustoz nimani o'rgandingiz desa, nimani bildingiz desa, hozirgacha hech narsa bilmasligimni bildim. Xuddi shundoq. Biz ham hali ko'p narsani bilmaymiz. Bu narsaning tagida juda chuqur narsalar bor. Tabobat ilmi ham rosa keng ekan, ha? Tabobatda shu tagiga yetish juda qiyin. Kirib boraverasiz. Oxiri baribir bir kichkina bir narsa topasiz. Kerak bo'lsa mana shu kitobni bitta narsani o'rganish uchun 10 marta, 20 marta, 50 marta o'qish mumkin. Bir marta o'qib turib, men tabib bo'ldim deb yo'pda mana giyoni bilib olib, men tabibman deyish ham bu to'g'ri kelmaydi. Endi hozirgi kunda afsuski shunaqalar ko'payib ketyapti. Har xil kurs haligi nima elektr nima deydi? Nima seans deydimi? Endi boshqa mayli ular o'zining yo'liga. Men shundoq deyman. İnson organizmi talab qilsa, qorin och qolganda odam non yeydi. Qorin chanqaganda suv ichadi. Endi biz boshqa narsani endi ixlosga bog'liqda. Ixlos bilan bu joyga borsa yo harakat qilsa, shifo topish mumkin. Ixlos yarim shifo deysiz. Bizda tabiiy, amaliy ish bizda.
Biz amaliy o'zimizni mehnatimizga, tog'lardan teramiz. Mana shu yerda 5-6 ta bolalar mana ishga kirdi bizga, 5-6 kishi. Shu tirikchilik bo'lyapti shulardan. Lekin hammasini ham halol mehnat bilan qilish kerak. Qo'limizdan kelmaydiganda kelmaydi deymiz. Ko'p mana telefon qilib so'rashadi, mana shunaqa deydi, og'ir holatlarda. Banisaga bordi, oxirida bizga keladi. Ba'zi holatlarda men yo'q, qo'limdan kelmaydi deb to'g'risini aytaman. Bo'lmasa olib keling deyman, bir holatlar bo'lyapti shunaqa. Baraka toping, rahmat sizga. Mana hozir endi har bitta giyoh to'g'risida ma'lumotlarni olgimiz bor, lekin afsuski zerikib qoladi. Vaqtimiz chegaralangandek bo'lib qolgan hozir, chunki boshqa ishlarimiz ham bor. Endi hammasini bir kunda aytib qo'ysak, keyin siz bilan uchrashishga bahona qolmaydi. Endi hammasini aytishga imkon ham yo'q. Endi kelinglar, bunday qilamiz. Har bir uchrashganda qaysidir kasallikka tagiga masalan izohlarga yozib qo'ysanglar ham mayli. Mana bu kasalliklar to'g'risida bir ma'lumotlar desanglar, keyingi bir Yoqubjon aka bilan ko'rishganda savollar bo'yicha javob olamiz, xudo xolisa. Nima dedingiz? Bemalol, men doim qo'limdan kelgancha maslahat beraman, qo'limdan kelgan tushunganimni aytaman. Lekin tushunmagan narsalarimiz juda ko'p. Juda holatlarda endi bilganimizcha qo'limizdan kelgancha maslahat beramiz. Demak, odamlarga doimo ochiqsiz. Bemalol. Ertalab soat 7 dan kechki 5 gacha mana tabobat olamida mana Zuruk ishga tushdi hozir. Hijoma ishga tushdi mana. Undan tashqari olovli terapiya deydi. Olovli massaj. Ularni ishga tushirdik. Ayollar bemalol murojaat qilish mumkin. Yosh bolalar, ayollar ayolimga ba'zi bir xijolatli ishlar bo'lsa, ayol kishi bemalol gaplashishi mumkin. Men o'zim bemalol u yerda qabul qilaman. Erkaklarga bemalol. Azizlar, manzilimiz yana videomiz oxirida aytib qo'yamiz. Namangan shahri, Chorsuv dahasi. Chorsuv dahasi. Mana davlat Namangan davlat universitetini pedagogik deydi, Namdo deydi. Shuni ro'parasida joylashgan. Mana tashqariga olib chiqib bir sizlarga bemalol ko'rsataylik. Mana u Yanqo'rg'on Pitay deydi. Mana u Chorsu bozori, dehqon bozori, mana u Namdo. Mana shu Namdoni ro'parasiga mana shunday qilib yozib qo'yganlar mana. Tabobat olami, telefon raqamlar va boshqa mana shu akamlar biladilar. Bemalol, keling. Ko'rdinglar? Shu bilan qisqacha desak mubolag'a bo'ladi. Qisqacha ham emas, juda uzun ham emas bo'lgan efirimiz nihoyasiga yetdi. Salomat bo'linglar. Aka, sizga ham katta rahmat, baraka toping. Salomat bo'ling. Sog' salomatlik bilan uchrashib turaylik. Rahmat. Vaqtingizni oldim, uzr. Shu o'tgan ketganda kiraverib bezor qilyapsan desangiz. Bemalol, eshigimiz ochiq. Doimo shunday bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham nafimiz tegsa bir insonga, biron gram agar nafimiz tegib qolsa ham men xursand bo'laman. Baraka toping. Bizni bilmagan odamlar ham ko'p. Bilgan odamlar o'zi keladi. Ko'pchilik bilgan odamlar keladi. Bilmaganlar ham ko'p, bilgan ma'qul bo'ladi. Mana hozirgi kunda axborot tarqatish oson bo'lib qoldi. Bilmaganlar bilib olinglar. Namanganlik yaxshi, zo'r mutaxassis, o'z kasbini ustasi tabiblardan Yoqubjon aka bilan suhbat bo'ldi. Salomat bo'ling aka. Bemalol, rahmat. Sog' salomat uchrashaylik. Rahmat.